Soluşka. Tekileymi? Nima bo'ldi? Urdimi? Urdimi? Hozir men uni yoqtiraman. Hozir ertaman. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Shahlo Bonu keldilarmi? Kiyo. Keling, ahvolingiz yaxshimi? Uzr. Ahvolingizni ko'rib turib bergan savolim qarang. Meni kechiring. Men qarang, asosiysi psixologik travma olmasangiz bo'ldi. Qolgani yerunda. Men qarang. Uzr. Qo'lim sinsin. Tep ketdi. Boshingiz bormi? Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi demoqchi edim. Kechiring. Uzr. Ha, javob maqtashamaylar, urmagandir Solishka. Yey. Urdimi? Yashavar mujik. Ja unaqa tashavormanglar. Ikkalang ham jim bo'lsa-chi, jim bo'l. Siz o'zi kim tarafsiz? Singlimni yonmasangiz-chi? Menga qaradim. Gapimni eshit. Shahlarni qanaqaligini bilmaysanmi? Hozir nima? Hamma ayib. Kuyovda deb o'ylayapsanmi? O'zi zo'rqa aldab kuyovga bergan bo'lsak Shahloni. To'g'ri. Kuyovda ayb yo'q. Balkim qaynonasi yomondir. Senga gapirdim nima? Molga gapirdim nima? Singiz mushukcha saqlab olaman deganda. Mushukchani uyga olib keldik va u kasha qilib qo'ydi. Singiz uni tozalayotgan paytda ko'zini tirnab oldi va tomga qochib chiqib ketdi. Men uni qutqarish uchun tomga chiqdim. Men bilan mushukcha osilib qoldik. Singiz chiqib mushukchani qutqarib oldi, meni itarib yubordi. Aytdim sizlarga bu yoqdan nimadir nito deb. Yo'q, kelib, kuyovni ham itarasanmi? Bitlaqa. Unda nimaga yig'lab keldi Solishka? Nimaga men emas mushukchani qutqardingiz desam, menga baqirdingiz deb orozlab ketvordi. Shahlo! Shunaqami? O'zlari mahkam ushlasinlar edi, tomdi. Men nima qildim?